Boshingizda qazg'oq bormi? Seborrheali dermatit diagnozi qo'yilganmi? Unda men sizga bir nechta top shampunlarni obzor qilib beraman. Qani ketdik. Nezaral shampuni tarkibida ketokonazol tutadi. Ketokonazol bu seborrheali dermatitni patogenezidagi zamburug'larni o'ldirib beradi. Zamburug'larga qarshi effektiv vosita. Boshingizga 5 minutga surib qo'yasiz. Haftada 2 marta foydalanasiz, yaxshi natijaga erishasiz. Keyingi shampunimiz Vichy DC shampuni. Bu shampun tarkibida ikkita aktiv bor. Bu salisil kislota va selen disulfid. Selen disulfid bu zamburug'lar ko'payishini to'xtatib bersa, salisil kislota esa bosh terisining yallig'lanishini, qichishlarini kamaytiradi va qazg'oqni ko'chirishga yordam beradi. Effekt yaxshi. Biodermaning No DC shampuni tarkibida sink glyukonat tutadi, u yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi, salisil kislota qazg'oqlarni ko'chirib beradi, o'zini DC aktivi bor, u yallig'lanishga qarshi qichishlarini kamaytirish uchun universal vosita hisoblanadi. Lekin uni tarkibidagi ayrim vositalar terini biroz quritish xususiyatiga ega. Sebametda antidandrof shampuni, uni tarkibida proekton alamin tutadi, u zamburug'lar ko'payishini kamaytirib beradi va pH ham 5.5, sizga teri uchun ham mos hisoblanadi. Bu shampun ko'proq profilaktika, ya'ni seborrheali dermatitni oldini olish uchun yoki yengil qazg'oqlanishda yaxshi yordam beradi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizga qanday shampunlar yordam berdi? Izohlarda qoldiring.